Voy do'stlar, tog'lardan o'tib, o'rmonlardan o'tib bunday joyga kelaman deb o'ylamadim, ko'ringlar. Konto Dubai do'stlar, mana safarimning 107-kuni inshaalloh Makka va Madinaga maqsadim yetib borish. Lekin bunday joylarda qaranglar. O'zimmanmi ko'ringlarchi, men sizlar tush ko'rmayapsizlarmi? G'alati bo'lib ketyapman. Qishloqdan shunaqa joyga kelib qolsa boshqacha bo'lar ekan. Yo mashalloh do'stlar, hammaga nasib qilsin, hamma yoqda video olib ko'rsataman sizlarga. Hozir Burj Xalifaga ketyapman, hozir shu atrofida bo'laman. Do'stlar, kuzatinglar, bugun 25-sentyabr, soat bilmadim necha bo'lgan. Mana mashhur joy.